Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2020 yılı Oşkun ayının 6. günü. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamı. Bugünkü bu bölümde Celaleddin Suyuti Abbasiler cemaatininki hilafeti hakkında keltirilgen bir kısım hadislerini bayan kılıp ötmekçi. Bu hadislerimi umumen asasen yaki uydurma yaki zayıf hadisler. Çünkü bu hadislerninki köplerine şu devirdeki Abbasiler cemaatini yaklaydıgan bir kısım kişiler uydurup çıkan buluşu mümkün. Bu hadislerninki hemini yani kaytadan bir ügünüp ötümüz. İmam Bezzar'dan rivayet kılıp bu kişi mundaqdaydı. Bizge Yahya ibn Mualla hadis bayan qilib bergan. Yahyaga Abu Bakr ibn Abi Shayba hadis so'zlab berganken. Abu Bakr ibn Shaybaga Muhammad ibn İsmail ibn Abi Fudayk degan kishi hadis so'zlab berganken. Bu kishiga Muhammad ibn Abdurrahman al-Amiri, bu kishi Suhayl dadisdan. Suhaylning dadisi Abu Hurayra'dan hadis bayan qilib mundaq degan. Peygamber aleyhissalatu vesselam shunaq deganki, Abbasilar uchun shunaq degan. Abbasga peygamberimizniki dadisininki inisi tağıs bo'ladi. Sizlarda hem peygamberlik buludu hem padişahlık buludu degan deydi. Peygamberimiz özü şu Abbasilar şu cemaatdan peygamberlik hem padişahlık buludu degan. Lekin bu hadisni rivayet qilgan bu sanad ichidagi Amiri degan kishi zaif odam. Bunu Ebu Nuaym Dalailun Nubuwwatda chiqargan bu hadisni. İbn Adi Kamil'da İbn Asakir İbn Abi Fudayk'niki yol arqılıq özünün Damashq Tarihi namlı kitabida chiqargan dedi. Lekin bu hadisni rivayet qilgan bir kishi zaif odam demoqchi. Lekin bu hadisninki ma'nosi to'g'rida. Peygamberimiz o'zi peygamber şu cemaatdan chiqqan. Demak Abbasning o'g'illarida, ya'ni Abbas cemaati podshohlik bo'lgan. Lekin ma'no jihatdan bu xato emas. Lekin Tirmizining rivoyatida Tirmizi mundaq degan. Bizga İbrahim ibn Sa'id al-Javhari hadis so'zlab berdi. Bu kishiga Abdul Vahhab ibn Ata degan kishi hadis so'zlab berdi. Bu kishiga Savr ibn Yazid, Savrga Makhulga Kuraybga İbn Abbas hadis so'zlab bergan. İbn Abbas dediki Peygamber aleyhissalatu vesselam Abbasga shunaq debdi. Yani Abbas İbn Abbasning dadisi. Düşenbe kuni etigen sen ve balang bilan mening qishimga kelgin debdi Peygamberimiz. Men ularga bir dua qilib qo'yay. Alloh taolo shu duo orqali sana ve ballarınga Allah bir payda yetkizsin debdi. Biz düşenbe kunda Peygamberimizniki huzuriga berish uchun etigende bardik. Nayat kiyimlerimizni, pakiz kiyimlerimizni kiyib bardik. Ondan Peygamberimiz dua qilib, ey Allah, Abbas ve Abbas'ın ballarının günahını mağfiret kılgın. Onların aşkarı yoşurun günahlarını mağfiret kılgın. Onlara bir günah yüklemegin. Ey Allah Abbas'ını ve Abbas'ın ballarını saklığın dedi. Bana bu hadisni İmam Tirmizi özünün kitabıda çıkargan dedi. Yani bu Sünen-i Tirmizi degan kitapta. Ahırda bayan kılıp Razin ibn Abdari degan kishi o'z hadisniki oyg'ini oshirib, ya'ni ulab, uning avlodlarida xilofatni baqiy qilgin deb duo qilgan edi deydi. Endi Jaloliddin Suyuti deydi. Mana mush hadis bilan boshda so'zlagan hadis mushu Bani Abbas munosabatlik kelgan hadislar ichida balkim bir oz yaxshiroq hadislar bo'lishi mumkin dedi. İmam Tabrani'nin deyishicha bizga Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya ibn Hamza hadis so'zlab bergan. Bu kishiga Ishaq ibn İbrahim Abu Nazr bu hadis so'zlagan ekan. Bu kishiga Yazid ibn Rabi'a degan kishi Abul Ash'asdan. Abul Ash'as degan kishi sahobalardan bo'lgan Savban radhiyallohu anhudan hadis bayon qilib bundaq degan. Payg'ambar alayhisalom shundaq deganki, men bir tushimda Marwan ailəsinin, yani bularmı, yani Umayyalar ailesi, Umayyalar cemaatinin mening munbirimda jumlanlab yurganini ko'rdim. Buni men yoqtirmadim. Lekin Bani Abbas mening munbirimda cho'gilab jumlanlab yuriydi.
bu meni xursand qildi degan deydi. Bu mu bir hadis hamda Ebu Nuaym Hilya nomli kitobida bundaq degan. Bizga Muhammad ibn Muzaffar, bu kishiga Umar ibn al-Hasan Ali, bu kishiga Abdullah ibn Muhammad ibn Ubayd, bu kishiga Muhammad ibn Salih al-Adavi, Adaviga ibn Ja'far al-Tamimi, Tamimiga Abdul Aziz ibn Abdul Samad al-Ammi hadis bayon qilib bergan. Abdul Aziz Ammi deydi, "Mana Ali ibn Zayd ibn Judan degan kishi Said ibn Musayyibdan hadis so'zlab bergan. Said ibn Musayyib buni Ebu Hurayradan rivoyat qilgan ekan. Ebu Hurayra deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam uydan chiqib bu kishiga Abbos uchrashdi. Va payg'ambarimiz dediki, Abul Fazl degan kunyasi. Sana bir bishorat beraymi degandiki, "Xo'sh ya Rasululloh" deydi Abbos. Payg'ambarimiz dediki, Alloh taolo bu ishni, ya'ni bu islomiyatning ishini men bilan ochdi. Sening bolalaring bilan buni tamomlaydi degan dedi. Lekin bu hadisning isnodi zaif isnod edi dedi. Bundan boshqa bir hadis bor. Buningdan zaif. Buni Ali radhiyallohu anhuning nomidan bayon qilingan. Bu hadisi İbn Asakir Muhammad ibn Yunus al-Kudaymiyning yo'li orqali chiqargan. Ammo Muhammad ibn Yunus bo'lsa eng yolg'on hadis to'qiydigan uydurmachi odam edi. Bu kishi İbrahim ibn Said al-Ashqardan rivoyat qilib, Xalf ibn Xalfiyya, Abi Hashim, bu kishi Muhammad ibn Hanafiyyadan, Muhammad ibn Hanafiya Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abbosga debdi, "Alloh bu ishni men bilan ochdi, uni sening bolalaring bilan tamomlaydi" degan dedi. Demak, bu mazmundagi hadislar ham uydurma, zaif demakchi-da. Bu hadis ham İbn Abbosning yo'li orqali kelgan. Buni Xatibul Bag'dodiy degan olim o'zining Tarix nomli kitobida chiqarib, u hadisning labzi so'zi mundaq. Bu ish sizlar bilan ejilib, sizlar bilan oxirlashdi. Ya'ni bu hokimiyat ishi demakchi-da. Bu sanad hamda Muhtadi billah degan xalifniki tarjimalikda to'xtalgan vaqtimizda bu hadisning sanadlarini shu vaqtda bayon qilib o'tamiz dedi. Hem Ammar ibn Yasirning hadisidimi mush mazmun kelgan. Buni Xatibul Bag'dodiy bayon qilgan. Bu hadisda mundaq. Orada biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular minib ketayotgan edi. Rasululloh shunda qarshiga Abbosni ko'rdi. Dediki, Abbos labbayk, xo'sh ya Rasululloh dedi. Alloh taolo bu ishni men bilan ochgan, uni sening bolalaring bilan oxirlashtirdi dedi. Buni adolat, dunyoni adolatga to'shqizdi, burun zulmni to'shqanga o'xshash. U bo'lsa Isoga namoz o'qib berdi degan dedi. Buni Tarixi Bag'dod, ya'ni Bag'dod tarixi nomli kitobda Xatibul Bag'dodiy chiqargan hadisgan. Hamda Ebu Nuaym Hilya nomli kitobda yana shunday degan. Bizga Muhammad ibn Muzaffar, Muhammadga Nasr ibn Muhammad, Nasr ibn Muhammadga Ali ibn Ahmad as-Sawwaq, bu kishiga Umar ibn Rashid, bu kishiga Abdullah ibn Muhammad dadisidan, Umar ibn Dinardan, Jabir ibn Abdullahdan rivoyat qilgan. Bu kishi dediki, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan. Abbosning bolalaridan podsholar bo'ladi. Ular mening ummatimning ishlariga ega bo'lib, shuni boshqurdi. Alloh ular bilan dinni aziz qiladi degan. Lekin bu hadisni rivoyat qilganlar ichidagi Umar ibn Rashid degan odam zaif odam edi dedi. Ojiz, ya'ni hadisni qabul qilib bo'lmaydigan odam edi demakchi. Ebu Nuaym degan olim Dalail nomli kitobida, bu Dalailun Nubuva degan kitob bo'lsa kerak. Bizga Hasan ibn Ishaq ibn Ibrohim ibn Zayd, bu kishiga Muntasir ibn Nasr ibn Muntasir, Muntasirga Ahmad ibn Rashid ibn Haysam, Ahmad ibn Rashidga tag'am Said ibn Haysam hadis bayon qilib bergan. Said ibn Haysam Hanzaladan, Hanzala Tavusdan, Tavus ibn Abbosdan rivoyat qilib mundaq degan. Mana ibn Ummul Fazl hadis so'zlab berib mundaq degan dedi. Ummul Fazl degan ham Abbosning onasida. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzuridan bir kez o'tdim. Payg'ambarimiz dediki,
Ummul Fazl deydi Abbas'ın ayağına. Sen bir oğul oğa hamildar bolasan. Eğer tuqqa vaqtında şu balını qışımı ekkagen degan edi deydi. Ben tug'ib bo'lgan vaqtida şu balını Resulullah'nınki qışığı ekkeldim. Resulullah o'ng quliqiga azan, sol quliqiga tekbir etdi. Resulullah özünki onunğa mübarek tükürük bilen egizlandırdı. Bunu Abdullah deb atadı. Dedi ki bu halifelerin dadısını götürüp öge apağın dedi. Şonla Abbas'a bu sözünü dedim. O gepni Abbas peygamberimizge degen iken peygamberimiz depti. Ummul Fazl degendek şundaq rast depti. Mana bu halifelerin dadısıdır. Ulardan Saffa, ulardan Mehdi, ulardan hatta İsa aleyhisselam'a namaz okup berdigan kişiler çıkıdı dep şundaq degen dedi. İmam Deylemi degan alim Musnad Firdevs namlı kitabı şundaq degan. Bizge Abduvas ibn Abdullah yiziq orqali xabar bergan. Abduvasga Husayn ibn Penjuvay, Penjuvayga Abdullah ibn Ahmad ibn Yaqub al-Muqri, bu kişiga Abbas ibn Ali al-Nasa'i, bu kişiga Yahya ibn Ya'la al-Razi, bu kişiga Sahl ibn Tammam, bu kişiga Haris ibn Shibil, bu kişiga Ummun Na'man degan ayol Ayşe radhiyallahu anhadan bir hadis bayan qilib bergan ekan. Bu hadisni marfu hadis degan. Marfu hadis degan hamda shu payg'ambarimizga yuklangan hadisda Abbasninki bolalar uchun bayroq bo'ladi. Ya'ni ular yani hokimiyat tutadi demakchi. Ular adolatni barpo qilsalar, ularning qo'lidan bu bayroq chiqib ketmaydi, chiqib ketmaydi deb shundaq degan. Bu hadislarmi shu Bani Abbasninki xilofatini qo'llagan mazmundagi hadislar bayon qilingan. Bu hadisninki ko'pincha asosan to'qilma rivoyatlar. Bunga sal diqqat qilsak bo'ldi. İmam Darqutni Afrat nomli kitobida shundaq degan. Bizga Ubaydulloh ibn Abdussamad ibn Muhtadi, bu kishiga Muhammad ibn Harun al-Sa'di, bu kishiga Ahmad ibn Ibrahim al-Ansari, bu kishiga Abu Yaqub ibn Sulayman al-Hashimi hadis bayon qilib bergan. Abu Yaqub Mansurdan anglagan ekan. Mansur shundaq deydi. Manga dadam, cho'ng dadam Ibn Abbas'ın hadis bayon qilib berib, payg'ambar alayhissalatu vassalam Abbasga shundaq degan ekan. Sening bolalaring savatda tursa dedi. Savat degan hozir Iroqniki Iroqda, Iroqdagi shu Suriyaga yaqin tarafdagi o'lkalarda Iroq zaminlarini asos qildi. Ular qora kiyim kiysa dedi. Hamda qor kiyim, qora sella Abbaslarniki ayni vaqtdagi belgisi bo'lgan. Ularniki agash kuchilari, qo'llovchilari ahli Xurasan ahli bo'lsa dedi. Xurasan hozir Ironniki sharq tarafi ta shu ba'zi rivoyatlarda shu Afg'oniston, shu O'rta Osiyo taraflarini o'z ichiga olgan. Ish ularning ichida bo'ladi. Ya'ni hokimiyat shularda bo'ladi. Hatto buni Isa ibn Maryamga, Isa alayhissalomga topshirdi deb shundaq degandi. Lekin bu Ahmad ibn Ibrahim degan odam hech narsa emas. Bu hech narsa emas degan gap endi bu hadis shunaslar tarafdan berilgan baho. Uning shayxlik noma'lum. Hadis ajoyib zaif hadis bu. Bu İbnül Cevzi hatta ma hadisni uydurma hadislar nomli kitobida bayon qilgan. Demak, bu hadis uydurma hadis demakchi. Buni faqat biz Jaloliddin Suyutiyninki bu kitobini biz o'qiyotgan, shu 5ta ekelgan hadislarniki, shu mazmundagi hadislarning uydurma yoki zaifligini belgilish nuqtasidan o'qiyotmiz bu hadisni. Bu hadisga ma'nidosh, ya'ni Tabrani o'zining Kabir nomli kitobida chiqargan yana bir hadis bor. Buni Ahmad ibn Davud al-Makkidan, bu kishi Muhammad ibn Ismoil ibn Avn al-Nilidin, bu kishi Haris ibn Muaviyah ibn Harisdan, bu kishi dadisi o'zining dadisidan, onasining dadisidan chiqargan ekan-da, on taraf cho'ng dadisidan. Bu on taraf cho'ng dadisi Ummu Salmadan marfu holatda, ya'ni Rasululloh ulanma holatda bayon qilgan. Xilofat mening babam kabi, dadam kabi tog'amning bolalarida bo'ladi. Hatto ular Masihga, Isoga topshirib bergan qator deydi. Bu hadisni Deylami Ummu Salmadan boshqa shakldami, ya'ni rivoyat qilgan deydi. Endi Uqayli degan olim Ojizlar, Zaiflar nomli kitobida bizga Ahmad ibn Muhammad an-Nasibi, bizga Ibrohim ibn Mustamir al-Uruqi, bizga
Ahmad ibn Sa'id al-Jubayri. Bu kishiga Abdulaziz ibn Bakkar ibn Abdulaziz ibn Abi Bakr. Bu kishi dadisidan, cho'ng dadisidan Abi Bakrada degan sahobidan rivoyat qilib mundaq degan. Abbosning bolalari bir kun hokimiyat surdi. Abbosning bolalari bir kun hokimiyat, kuni yana hokimiyat tutdi. Undan keyin Banu Umayya 2 kun hokimiyat tutdi. Bir oyga 2 oy hokimiyat tutdi degan hadis bayon qilingan. Bu hadisni Ibn Javzi Uydirma hadislar nomli kitoblar bayon qilgan. Demak, bu uydirma hadis demakdir. Bu Bakkar degan odam nayati zaif odam edi. U degandek emas. Bakkar hatto yolg'on yoki uydirmalik bilan ayblanmagan. Balki u vaqtda Ibn Adi u hadisi yeziladigan lekin zaif odamlar qatoridan edi dedi. Lekin uydirma emas. Ibn Bakkar degan odam uydirmchi emas, lekin zaif odam edi dedi. Ondan dediki, balki bu odam bek bir cho'ng xatolik yo'q deb o'ylayman degan. Bu hadisningki ma'nosi yiroq emas deydi Jaloliddin Suyuti. Chunki Abbosiylar davlati o'z shon shavkatlik bo'lgan vaqtida dunyoning sharq va g'arb taraflarini egallagan. Marokash, ya'ni Mag'rib zamindan boshqa ular 130-yildan tortib ta 290-yilga qadar, ya'ni Muqtadir Billaning zamoniga qadar bu nayati ustun yashagan. Muqtadir Billaninki zamonisida nizam qolaymaqonlashib, Mag'rib umumyuzlik, ya'ni bu Mag'rib degan shu Jazoir, Tunis taraflar butunlay, bular qo'ldan chiqib ketgan. Ondan bu Abbosiylar davlatida fasodlik, nuqson, chuvalchaqlik orqadan yuz berishga boshlagan. Uning davomi keyin keladi. Demak, Abbosiylar podshohligining noiti tik qaddi qomatlik vaqti 160 yil. U undaqda Bani Umayya hokimiyat tutgan vaqtninki hassi. Chunki Bani Umayyaniki davr surgan vaqti 92 yil. Buningdan 9 yilni elib o'tamiz. Bu Abdullah ibn Zubayrning zamoni. Demak 83 yil va bir necha oy qolib qoladi. Bu 83 yil bu 1000 oy demakdir. Ondan bu hadisga yana bir to'liqlim bir ma'nodagi hadisni topdim dedi Jaloliddin Suyutining so'zi. Zubayr ibn Bakkar Muvaffaqiyat nomli kitobida mundaq degan. Mana Ali ibn Salih cho'ng dadam Abdullah ibn Mus'abdin. Bu kishi dadasidan. Bu kishi Ibn Abbosdan rivoyat qilib Muaviyaga shunaq degan Ibn Abbos. Sizlar bir kun hokimiyat tutsanglar biz 2 kun hokimiyat tutamiz. Bir oy tutsanglar biz 2 oy, bir yil tutsanglar biz 2 yil hokimiyat tutamiz degan ekan deydi. Demak, Jaloliddin Suyuti yuqorqi so'zni ma so'z orqali qo'llab moyil bo'ladi-da. Zubayr ibn Bakkar Muvaffaqiyat nomli kitobida yana shunday deganki, "Menga Ali ibn Mughira ibn al-Kalbiydan dadasidan Abi Salihdan." Bu kishi Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilib shunday degan. Qora bayroqlar bo'lsa bizning shu ahli bayt, shu oil tavobatimizniki degan. Chunki Bani Abbosniki bayrog'i qora bayroq edi. Va yana bir hadisda mundaq degan. Bularniki hilokati faqat Mag'rib tarafdan keladi deb shunaq degan deydi. Bu lekin Bani Abbosniki hilokati Mag'rib tarafdan kelmadi, Mashriq tarafdan keldi, Mo'g'ullarning qo'lida bo'ldi. Bu hadisni balkim shu uydirma hadislar bo'lsa kerak. Ibn Asakir Tarix Damashq nomli kitobida shunaq deganki, bizga Abul Qasim ibn Bayan hadis so'zlab bergan. Bu kishiga Abu Ali ibn Shazan, bu kishiga Ja'far ibn Muhammad al-Wasiti, bu kishiga Muhammad ibn Yunus al-Kudaymi, bu kishiga Abdullah ibn Sawwar al-Ambari, bu kishiga Abu al-Ashhab Ja'far ibn Hayyan, bu kishiga Abu Raja al-Utaridi, bu kishi Abdullah ibn Abbosdan dadasidan rivoyat qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abbosga shunaq degan ekan: "Ey Alloh, Abbosga yordam bergin, Abbosning bolalariga yordam bergin" deb chiqitdim degan. Ondan dediki, "Ey tog'a, bilmamsa Mahdi sening avlodlaringdan, sening bolalaringdan chiqadi." Bu Mahdi degan Allohning qo'llashiga erishgan, o'zi
memnun bulungan, memnun bo'lgan bir kishidir degan deydi. Lekin bu hadisni rivoyat qilgan Kudaymi degan kishi hadis uyduradigan uydurma odam edi deydi. O Muhammad ibn Yunus al-Kudaymi. Endi İbn Sa'd degan olim o'zining Tabaqat nomli kitobida shundoq deydi. Bizga Muhammad ibn Umar ibn Aqaba al-Laysi bu kishiga Shu'ba, ya'ni bu Shu'ba degan Ibn Abbosningki ozodgar desi. Bu kishi Abdullah ibn Abbosni rivoyat qilib bundoq degan. Abbas ibn Abdul Muttalib jamiyatiga odam avatib, ularning hammasini bir yerga yig'ibdi. Endi yig'ib Ali radhiyallohu anhu Abbosningki ko'nglida nihoyat nupuzliq, bir xil hurmatlaydigan kishi ekanda. Bakrak hurmatlaydigan shu Abdul Muttalib jamiyatidan. Abbos debdiki, akamning bolasi men bundoq bir qarashda senden maslahat olmay turib, bu keskin buni qaror chiqarishni to'g'ri topmadim. Deganiki, nima degan debdi Ali. Shunga bilan Abbos debdi, payg'ambarimizning qishig'i kirayli, Rasulullahdan vafot bo'lgandan keyin bu ishlar kimga taalluq? Bu so'rab boqayli. Agar bizda bo'lib qolsa, uni boshqalarga topshirib bermaymiz. Bizning odamni bo'ladigan bizning jamoatimizdan qilib qolgan qadar biz uni boshqalarga topshirmaymiz bu hokimiyat ishini. Agar boshqalarda bo'lib qolsa, biz u ishni biz mangu boshqalardan talab qilmayli deb Ali radhiyallohu anhuga Abbas radhiyallohu anhu maslahat sapdi. Lekin Ali radhiyallohu anhu bunga javoban mundoq debdi. Ey tog'am, bu ish faqat sen tarafda, ya'ni bu sening jamoatingda. Bu ishni sendan boshqalar topshiribmi, tatuvlarmi deb shundoq degan debdi. Menimcha bundoq masalalarni Ali radhiyallohu anhu qarig'larcha bundoq keskin hukm qilmasligi mumkin. Chunki bu payg'ambarimizdan so'rayli davosi payg'ambarimizdan so'rashdan burun bu seningki avloding bo'ladi deb bunda g'aybiy masalalarni Abbos radhiyallohu anhu demaslik mumkin. Demak bu masalalarni aytdim shundoq Abbosiylar jamoat tarafdan Alaviylar bilan bo'lgan to'qinishda yoki fitnalarda shu Abbosiylar qo'llovchilar tarafdan uydirilgan bir xil so'zlar bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.